Sarson kunlarimdan kelsamu qaytib, quvonib ochsam-u eshigingizni. Shu bo'sh xonada nafasim qaytib, sizni topolmasman, onajon, sizni. Eshik g'ichirlaydi. Nima deydi u? Nega bu ko'zguning sovuq nigohi? Bu kim? Derazalar so'zlamaydi-ku. Burchakda o'tirgan kimning gunohi? Onajon, qayerga ketdingiz bevaqt? Yelkamga mingandek zabardast qo'rquv. Axir kelishimni bilib hamma vaqt tandirdan non uzib kutardingiz-ku. Nega oyog'imni tishlar to'shaklar? Shiftlar pastladimi? Men o'sdimmi yo? Sukunat ayovsiz urar kaltaklar, uning jimjitligin buzganman go'yo. Ona, qayerdasiz? Yetar bo'ldi-da. Yostiqdan isingiz kelib turibdi. Qarang, nabirangiz sovuq hovlida yig'lab buvsini izlab yuribdi. Nima deyman unga? Onajon, ayting. Munchoq ko'zlariga qanday qarayman? Onajon, buvimga qo'ng'iroq qiling. Desa raqamingiz kimdan so'rayman? Men biroz uxlayman. Etim o'shdi. Iltimos, uyg'otmang biror sababsiz. Onam, mehribonim, har doimgidek avaylab ustimni yopib qo'yarsiz.